Kelmaylar. Bunaqa majburlashlar yo'q. Yo, sizni hech kim majburlamayapti. Yo, hokim buva. Yo, qanaqa Qabul qilasizmi? siz hali qo'mondonga ham kameradan qo'yibsiz, hozir fikrimizni bildiramiz. Ha? Haqqi yo'q menga kirishga. Nima haqqi yo'q? Siz hokimsiz-ku. Qanaqasiga haqqi yo'q? Davlat xodimisiz-ku. Bu Yuzga keldingmi bizda hokimiyat xalq kameraga olishga. yo, nimaga siz uni qo'yadigan joyingiz hozir? Nima haqqingiz bor? Siz respublika davlat xodimisiz. Xodimman men. Qoching. Muhtaram yurtboshimiz aytdi. Qabul qilyapman. Qabul qiling, keling marhamat deyapman. Hali nima masaladaligini bilmaysiz-ku. Telefonim men bermayman, men daxlsizman. Qonunni aytolman men sizga. Yo, hozir Qonunni aytolman, tegmang. qolib ketdi-ku tashqari. Tegmang menga. Yo, bizga Tegmang. hujjatlar sizga ko'rsatadigan. Tegmang. Ertaga bekorga internetda silib chiqasizlar birinchi o'rinda. Ne ichkariga kirib oldinglar. Yo, gaplashib olamizmi hokimga? Ha? Ham kiring kiring o'zi bilan gaplashing. O'ziz kiring. Yo, kamera ham tashqarida. Yo, telefonni olib qo'ydi hozir, boshqa davosiz. Keling. Sen erkak bo'lish kerak odam. Erkaklik bundan ortiq bo'ladimi? Men siz siyosatingiz Jurnalistlarni Nishon tumanida jurnalistlarga mana shunaqa munosabat, Milliy gvardiya qo'riqlash xodimlari, tuman hokimining shaxsan o'zi davlat rahbarining olib borayotgan ochiqlik siyosatlariga keskin qarshilik qilishyapti. Ha, to'xtang.